Tog'lar tomon yo'l olgan pingvin. Internetda mashhur bo'lgan tog'lar tomonga ketayotgan pingvin videosi 2017-yilda suratga olingan Encounters at the End of the World hujjatli filmidan olingan. Lavhada Antarktidada yashovchi imperator pingvini kutilmaganda koloniyani tark etib, okean va oziq-ovqat manbalaridan uzoqlashib, taxminan 70 kilometr uzoqdagi tog'lar tomonga yo'l olgani tasvirlanadi. Olimlar buni juda kam uchraydigan yo'nalishni yo'qotish, dezorientatsiya holati sifatida tushuntiradi. Bu pingvinni hatto tutib olib koloniyaga qaytarishsa ham, u yana o'sha tomonga burilib ketaveradi. Bu esa deyarli muqarrar o'limga olib keladi. Rejissyor bu holatni ramziy va falsafiy tarzda talqin qilib, pingvinning xatti-harakatini yolg'izlik va taqdirni tanlashga o'xshash sirli harakat sifatida tasvirlaydi. Shu sababli ushbu lavha YouTube, Instagram, TikTok va Reddit keng tarqalib, millionlab tomosha qilindi va memga aylandi.